Endi oshxona mebelni shunaqa qilib yursanglar ham bo'laveradi. Kimgadir shunaqa sifatli oshxona mebellar, suvga chidamlik, o'tga chidamlik mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, shu mebelimizni ko'ringlar. Krashin MDFdan tayyorlangan. Hop, osha-moshalari vakuumlik, originalidan. G'aladon roliklarigacha vakuum qo'yganmiz. Stallishnicasi qalin to'rligidan qo'yganmiz. Balandligi 270, uzunligi 420. Hop, bu joyga original duxovka, bu joyga original mikrovalnovka qo'yib berganmiz. Xudo xolasa ishlashlari behijolat, original narsalar, mo'ykalarigacha original qo'yib berganmiz. Uyni xonadonni egasi istagan darajada qilib berdik. Bu mebelimizni ranglari ham uyda egasi tanladi, lekin ideyasini biz berdik. Mana holatda qilaylik deb. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, raqamlarimiz pastda bor, aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa original toza ishlarimizdan bittasi bu mebelimiz ham musul cheriklarigacha bor. Bu joyda mana shu shulkalari bor. Materialga keladigan bo'lsak, krashinni MDF bemalol marlidami, namlatadami, boshqadami, boya ko'rganinglardek suvni sepib yursanglar ham bo'laveradigan. Hech nima bo'lmaydi, o'ziga suvni tortmaydi. Temir metallskiy kraskadan foydalanganmiz buni fasadiga. Korpuslar rossiyskiy laminat bo'lgan. Eng qizig'i yevro shurifda yıqqanmiz. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar, xizmatdamiz.